Futbol bo'yicha jahon chempionatida hozir hamma gapirayotgan insonlardan biri bu Vazinha. 40 yoshli Cabo Verde darvozaboni. Bugun uning ismi butun dunyo biladi, lekin bir paytlar oilasini boqish uchun elektrik bo'lib ishlagan. Futbolni esa ish bilan birga olib borgan. Bir necha yil oldin u faoliyatini tugatish haqida ham o'ylagan, lekin o'ziga bitta imkoniyat dedi va shu imkoniyat jahon chempionatida keldi. Ispaniyaga qarshi o'yinda u gol o'tkazmadi va o'yin qahramoniga aylandi. O'yindan so'ng Vazinha ko'z yoshlarini ushlab tura olmadi, chunki bu lahzani u butun umr kutgan edi. Eng og'riqli joyi u onasini jahon chempionatiga olib kela olmadi. Kecha uni ko'pchilik tanimasdi, bugun esa u jahon chempionatining qahramonlaridan biri. Ba'zida hayotni bitta imkoniyat o'zgartirib yuboradi. ITda ham shunday. Diplomingiz, tajribangiz va ingliz tilingiz ideal bo'lmasligi mumkin. Lekin bitta imkoniyat bo'lsa, sinab ko'ring. Aynan shu qadam hayotingizni o'zgartiradi. Amerikada ishlash haqida batafsil ma'lumot uchun kommentariyada IT deb yozib keting.